Assalomu alaykum. Biz kuzatib boradigan obunachilarimiz, guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari. Hozirgi videoyimiz dehqon akalarimiz uchun bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz sunasiz olishyapti ekan. Ukam nimaga e'tibor berish kerak sunasiz oladiganda degan savollarga to'liq javobini bugun beramiz akalar. Hozir robotadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga albatta hozir aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarini hamda dastavkalarini qilib beramiz. Video davomida yuzlik sunasoslarimizni to'liq obzorini qilib o'tib ketamiz. Bizda 3 xil variantidan mavjud akalar. Sunasoslarimiz 170, 177, 188, 190 variantga bo'linadi. Yuzlik benzinli nasoslarimiz. Xo'p, birinchi o'rinda akalar biz 177 960 variantidan tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, 5 gektar, 10 gektar yeri bor akalarim uchun juda ham zo'r tanlov bo'ladi. Xo'p, firmasining nomini ko'rishlaringiz mumkin. Benzin orqali ishlaydi akalar. Soatiga 90 tonnagacha suv tashash uchun mo'ljallangan. Rushnoy puskach orqali zavodit bo'ladi. O'chiriyoqdan knopkalari yaxshisidan qo'yilgan. Benzin baklari 5 litrlik holatda. Xo'p, ramalari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan akalar. Ma'lumotlarni bemalol o'qib olishingiz mumkin. Mana o'zida mahsulotchi ham yo'q komplekt holatda bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turgan sunasoslarning narxi akalar 2.750.000 so'm. Kanal nomidan keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Pastda nomerlarni qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz to'liqroq ma'lumotini olishingiz mumkin. Endi ukamizga kattarog'idan bo'lsin, sifatlisidan bo'lsin degan akalarimiz uchun Riyadi firmasidan yetib kelgan motorlari 188 10 chort kuchli varianti benzinli ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz buni germanskiy, tailand, rossiyskiy deb sotadi. Akalar xato narsa. Hamma sunasosimizni chiqadigan joyi akalar Xitoy mahsuloti bo'ladi. 100% Xitoydan chiqadi. Ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. O'zida klapanlari bor, shlanka tushadigan holatlari alyumin holatda bo'ladi. O'zida maslini, ramalari juda ham qalin qilib ishlangan. Xohlasizlar motorini o'zi ham alohida bizda sotuvda bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turgan sunasoslar narxi 2.950.000 so'm. Like, komment bosib keladigan bo'lsalaring, buni ham chegirmalarni qilib beramiz. Endi ukamizga eng sifatlisidan ko'rsatib, garantiyali varianti bo'lsin degan akalarimiz uchun Texa firmamizning mahsulotini ko'pchilik akalarimiz ishlatgan, sifatini, holatini juda ham yaxshi bilishadi. Texa firmamizning 190 motorli 15 ot kuchli yuzlik sunasosimizdan yetib kelgan. Soatiga 120 tonna suv tashash uchun mo'ljallangan. Komplekt o'zining hamma komplektlari bo'ladi. Sifatlariga garantiyalarni beramiz. 1 yildan garantiyasi bilan qilib beriladi. Like, komment bosib keladigan bo'lsalaring, undan ham chegirmalarni qilib beramiz. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 3.500.000 so'm, soatiga 120 tonnagacha suv tashlaydi. Garantiyasi bilan qilib beramiz. Sifati juda ham a'lo darajada. Yog'i, benzini, avtoli eskirib qoladigan bo'lsa, avtomatik o'chish xususiyatiga ega. Shunaqangi benzinli sunasos qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysalar kelar. Biz topish anchagina oson bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnika do'koni. Telefon qilib bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Optim narxlarda qilib beramiz.